Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2025 yili 12 ayning 27 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq ikki haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Bugun jami 5 cho'ng mazmun bor. 12 birinchisi yillamkin Uyg'ur Project fondi bilan chet eldagi Uyg'urlar haqida. O'tgan qatimlik videoda men bir uqtirish qilgan. Kelar yil İstanbul'da 20 leksiya degan faoliyat o'tkazganligimiz haqida uningga hozir abstrakt to'plash ishi boshlandi. Uniki muddati kelar yil 1-oyning 31 kunigachilik. Bugungi qadar 10 dak abstraktlar kelib bo'ldi bizga maqolalarning asosiy mazmuni. Yana 5 dak kishilar ifoda bildirib bo'ldi yo'llaydiganlar haqida. Herhalde nayeti yaxşı bu. İşkepneştirilem ki nadir 15 maqaladek bu oldu. Adette 40 parçadan köp maqala bolsa bu iş nayeti muvaffaqiyatli buludu. Bir kısım qarindoshlarga bu uqtirishlarni ayrim mo'ndirib qo'ydim. Bolsa bu ishga to'p qo'shsanglar, hozirgi vaziyatda chet eldagi ziyoli hisoblanadigan qarindoshlarniki qilayotgan muhim bir ishimiz shu. Bugunga qadar natijasi yaxshi, shunday bo'lsa-mu. Yine biz kam deganda 25 parçadagi maqolaga ehtiyojimiz bor. Shunga bu ishga jiddiy qaragan bo'lsanglar. Necha kun oldida Facebook'ga bir parcha maqolani chiqarib qo'ydim men. Hukumatlik va uningga qarshi turishning san'atlari degan bir maqola. Bu maqolani yaqinda uni video qilib chiqarmoqchi. Növbətdəki Uyğurlarındakı vəziyyəti bilən münasibətli bir məzmun, bu maqaladakı məzmun. Şuna qızqıdan qardaşlar bir oxub qoyunlar onu. Yaqını bolğan yana bir mühim iş 12 ayning 16 kuni dostumuz İz Eysaniki Mahbus Ruhlar degan vatandagi turmushni ketgan shoirlarniki she'rlarini tarjima qilib inglizchaga chiqargan bir kitobniki kitabını tarqitish murosimi ochildi Londonda. Bu ish nihoyatda yaxshi bo'ldi. Andan keyin bu shu kitobniki xavri hali ko'p matbuotlarga chiqdi. Buningga kirgani vatandagi hozir turmda etayotgan 20 nechada shoirlarniki dansi bo'lganligi uchun cho'na chiqib qolibdi. Bunday qilib boqay. Mesela bu aşka xalqarada xil obdanlam ta'sir qo'zg'adi bu. Shaxsan men aslida mo'ljallangandan yaxshiroq ta'sir qo'zg'adi deb o'ylayman. Sayimizga muborak bo'lsin, ham ajringizga ko'p rahmat bu ish uchun. Bu kitobni dastlabda nashr qildirish uchun hali chiqimi bor bu kitobning. Buningga Uyg'ur Project fondidan biroz yordam qildik. Meniki ba'zi tunishim bor. Çoğun uyg'urlarchada muhim ishlarni qilgan chog'da yordam qilib kelayotgan. U yordam qildi bu qatim. Yana Amerikadan va boshqa davlatlardagi men bildigan qarindoshlardan bir qanchasi bu ishga yordam qildi iqtisodiy jihatdan. Bu qarindoshlarniki hammasiga ko'pdan ko'p rahmat. Shundoq aktiv bo'lib, mana birlashib ish qilsak xil ishlarni qilib bo'ladi. Ma ish shuniki bir misol endi. Dastlabki chiqimi bir shaxsniki ko'tarishiga hali tashkillangan chiqimdi. Bu ishlarniki bu chiqimniki ko'p qismi mushtaq hal bo'ldi endi. Andan keyin bugun atganda kompyuterga qarab bir xabarni ko'rdim. Nimada Turkiyada bir akimiz bor edi. Quddus Apiz ehtimol xalq qarindoshlar bilasizlar. Bu akimiz bugun vafot bo'libdi. Bir qarindoshimiz shu vafot bo'lganlik xabarini chiqarib qo'yibdi ekan Facebook'ga, shu yerdan bildim. Hozir necha yoshga kirganligini bilmayman. Men 2023-yilda Turkiyaga borgan chog'da uyga yo'qlab qolgan. Shu 2023-yilda tushgan ism u. Hozirgi yoshi qancha uni bilmay ekanman. Bu akimiz ayni vaqtda vatanda Uyg'ur tilini dunyo tili qilish bir shuarni o'tirib qo'yib, o'zi bu ishga qattiq ishinib, shu yo'lga otlanib, keyin Turkiyadagi bir xalqaro yig'inga kelib, mana til haqidagi
shu kelgan bo'yicha keyin xitoyniki nishoni aylan qilib vatanga qaytolmay oilasidan ayrilib turkiyada uzun muddat yashab shunaqa qildi. Umrining oxirida iqtisodiy jihatdan qiynaldi. Men ozroq yordam qildim, mening tuqqanlarim ancha yordam qildi orliqda, lekin xili qiynaldi Turkiyada. Bu akimiz ayni vaqtda to'liq bo'lmagan yoki to'g'ri bo'lmagan uchurlar asosida bu ishga atlangan. Uyg'ur tilini dunyo tili qilamiz. Uyg'ur tili dunyo tili bo'lishga loyiq deb ashta atinib shu yo'l bilan garchi o'ziniki asoslangan uchurlari to'g'ri bo'lmasa-mu, bu yerdagi qimmatli narsa uning ruhi. Ashunday bir ruhlar o'tirib chiqib, oxirida turmushining hayotining oxirida qiynalib Turkiyada iqtisodiy jihatdan oxiri bugun olamdan ketibdi 27-yillar. Yeshini bilamadim. Xudodan qarindoshlar shuning ostida inkos yozib qo'yganlar shu orqali bilib olaylik. Ikkinchi mazmun bugun so'zlaydigan vatan haqida yaqinda shu WhatsApp toplari chiqqan videolarning vatanga oid videolarni bir qanchasini men Facebookga chiqarib qo'ydim. Buning ichida Urumchiniki shu 12-yilniki 21-kunini ko'rsatadigan Urumchiniki ko'rinishini ko'rsatadigan bir video nihoyatda jiq ko'rildi. 15 ming qatam ko'rilibdi. Meniki Facebook'imda. Ondan boshqa yana shu vatanniki hozirgi ahvollarini deydigan videolar. Onun ichida yana birisi bir vatandagi bir qarindoshimiz hozir ko'chada qor tozalagan ishchilarga ozroq palay setib olib, palayni taqitib ekan. U video mana ko'p ko'rildi. Vatandoshlar esladimlar bor ekan. Men shu videolardan bir qanchani ko'rsatib qo'yay hozir. Bular nimadan darak berdi desa, masalan, Urumchiniki 12-21 kundagi bir qisqacha ko'rinishi shu 15 qatim ko'rildi. Bu nimadan darak berdi desa, chet eldagi qarindoshlarning vatanni naqadar sig'inganligi. Men shaxsan deb tushundim buni. Shu vatanga oid, vatanniki hozir ahvolga oid videolar bo'lsa, chet eldagi qarindoshlarni qiziqib ko'ryotdi. Hammamiz sig'indik vatanni, shu bo'g'ashqa. Men sizlarga ko'rsatib shu 15 ming qatim ko'ringan video bu. Bu bir o'limni uzitish ko'rinishgan. Bu videomu 4000'dan ko'proq qatim ko'rindi. Qar yağda qar nurg'un do'stlarimizga xo'shallikqa tartgan bo'lsa, ya'ni nurg'un do'stlarimizga azroq jafo kelgan bo'lishi mumkin. Bugun havo shunda so'g'aq qar shunda yig'yotdi hozirmi. Shunga biz bugun azroq bir mayli qishning so'g'aq bo'lgan bilan bizning mehmonimiz illiq. Shunga o'zim o'ylab qoldim shu tiqqanlarga bu tazdiq qilayotgan tiqqanlarning balki qo'l to'g'ab qilayotgan bo'lishi mumkin. Bayatdan kagish ko'rdim. Ba'zilarning qo'l palayim yo'qkan shunga azdir ko'p tursa birine çıtal ya belli yapmış talalarını elip peleyip şunlar bir soğuk kılıp kapakayla da koydum sizler çıkanda vurdu ama neyle başka sorunu bu ne de uylapman acaba daha olsa ben azıcık ötküzüp durak koyup koyayım degendim ben bu ötküzülerini tapamadım azıcık kesip koyayım Aslında çatırgan. Ben ayıkımım yamames baba ayıkım için konuşsam. Şu kayakka vaktimiz tazıklayotganlarını bir kol to'g'ab qolmay salam bo'ldi biz junjuk japachi. Faqnimiz nima çatırgan. Faqnimi demigan. Kendi tulamagan.
bu Kartal'dakilar hepsi Uygurlarken ularni boshquradiganlar Xitoyda qiladi, ba'zanlari Xitoyda qiladi, boshquradiganlar. Qolgan shu tozaqatgan ishlarning hammasi Uygurlar ekan. O 15 so'm deydim Apollo'ni $2 Bu videomu da ko'p ko'rildi. Ko'pchilik yaxshimisizlar. Bugun men taqdirga chiqqandim, bir narsa aytdim. Men tağlar ichida ketib bo'lsam, bir salarki mashina to'nglab qolibdi, qarsam bir araylar ekan. Yomon muzlab ketdik biz bir cho'q deb shu mashinaga yetamiz. Bo'ldi masalaning mong'iz bitay. Men shu bir mayliga yaqinroq mayliga berib, cho'q deb kelay deb, cho'q deb kelib, ular yo'l silib deb berib, birsin darvoza urib qoldi. Bir adimiz chiqdi, cho'q berdi. Şu hadi hemen takdirde külde çıkmayla, meyçilerin ilviyle. Sen meyçinin beni ilgisi yok demsiz. Ottaki yigim var. Bırak meyçiyle bizden turmuşumuz üşümeydi o. Biz aralla aklımız 4 yıl oldu tam. Bir futbol kesip etken. Vallahi nayet balık kutumuzda nayet düşüp ketken. Atan diyen balık kançılık beyseniz boğan bilen. Vallahi özür dilerim. Hemsi vallahi da soramaydı gelmez. Aşulanın bizga yönelmey yüzünü bakına çoğuş. Dep yığılap kaldı anlayıp. Daha karsam kıyıcılık degen tökülüp duruptu. Vay rasede, bu ayırmaz. Elim 2-3 tal kalımız var ki, hem 5-6 tal toku attı, şulanın süt kaymaklarını setip, tohumlarını setip, andı bunu ketip varınız. Moş güldürümüz gibi. Şükür ede başında. Yaxşı üplədə, ölübdə qalmışaq, ümid var bulun, yaxşı gündə aldığımızda da bırak ol. Təsəlli verdim, pul ürək desəm, məmə bugün bir gün ayınıb 40 sumluq bir nüsiyyətindən deyiməm də birime. Şunu da, burada da ben azrıq meyvçi verək sizlərə də, azrıq meyvçi verdim. Vay sizlər olmaya məstəb ağılınmaydı, də. Niye qeylin adamlar var? Yep mi ketip vardı, 10 telefonum ama onun qarğanda boldu. Sizler bəsəm üzəmi qoşub qalmayın ki, tonlap mı git vardı, ses mi git vardı. Anda qımay ilin adam azraq meyvçi verip, qaysam talaq sıqqan senim sıqqam. Sizdə yəmdi, işte 2 kapur qaymaq var, Allah'ım sizdə. Balım ədə, qayn satqan, sen 25 sımdan satqan, 2 sımdan 40 sım biri var. Oldu əkiləmə 50 sım var, alım əcidim ədə. Desem anda kımanda, ya boldu sizge qarğanda benim günüm yaxşı geldi. Boldu ben alay 50 sım aldım, 50 sım aldım. Şundan hoşlaşıp yenik gelip, mahkum için o maşinesi otaldırıp, canım adaş meni qeylili kıldı deyme. Ben hazır çok sonra bağa öyde kıyıncılık maçtak ki, sen mi pul tapma digeçkeye kuşadı meyeki küme yapıp situasya, sana mı umay emez. Adar bazılarını beğensin. Buysa aşulağa bir pul versen almaydı o. Desinlediniz ki, kömüründen bir kaltımı 2 kaltımı verip koy desem, canım aday dep kapsa, bir kaltı emez, 10 kaltı versem mi meyliye dedi. Ama dervaz mandaryan dervaz ki davandan çıkaya ki öyle dep. Deppedim hamile aşağı karab banksen kessem, boldu hatırcam boldu. İsil adamlarımız pek isil. Bazenler yeydiğanda yemek tapamayı oldu. Bazı adamlar yiyimsiz oynattım da restoran tapamayı oldu. Nimi diyen tanışalmayan cana? Köpçülük yaxşımışlar. Bugün bu takdiri... Aslında bu ba'zan gaplarni oxiriga deb qo'ygandim. Mani salmas kelib qoldi ekan shadlam Davidey. Nima vatanga berib kelayotganlar hozir
vatanni bek yaxshi bo'lib ketibdi. Bo'libmi Urumchi, andan keyin viloyatlik shaharlar yeshi cho'ng Uyg'urlar uchun bek yaxshi bo'lib ketibdi. Ular asosan o'ltirashlarga yashaydi ekan. Kunni o'ltirashlarga o'tadi ekan. Nihoyat isli yasinib, tamoqlar esil, har xil tamoqlar degan shunday sifatli yasab chiqadi bo'libdi. Bir odamga 10 kishi tamoqqa chiqadi ekan. Ashta turmush yashab ketdi deb shunday deydi. Shu biz anglaydigan shu yaxshi ketibdi degan gaplar bilan mana bir ro'shanlashtirma. Vatanda hozir nima irqiy qirg'inchilik bo'lganda 9 yil bo'ldi. Majlim ikkita deb qoldi, bir necha kunlar qolib qoldi. Hozir intayin egri azob uqubat o'qiyotgan qarindoshlarimiz bor. Ularga nazar beradigan odam yo'q. Ularni videoda atadigan, rasmda atadiganlar yo'q. Shularni tartib etadiganlar yo'q. Ashta boshqa ularning ahvolini hech kim bilmaydi. Chet eldan bo'lgan asosan Urumchida, lekin shaharlarda yuradigan boshqa ashta yaxshi ketibdi deb shuni deb kelyotadi. Lekin men har qatim ashta gaplarni anglasam yuragim mujlib ketadi. Masalan, ma kishiniki degan gapi bilan nima ish qilsa to'yga boramiz biz. Men Amerikadagi aytib donliq mehmonxonalarda o'tkazilgan to'ylarga bordim, Uyg'urlarning to'yi. Ondan keyin maxsus to'y qilgan zallarni elib qo'ygan to'ylarga beryapman. Odatda Amerikadagi mehmonxonalarda o'tkazilgan to'ylarga borsangiz, ularda bir tamoq tizimligi bor. 4 xil tamoq. O'sha 4 xil tamoqdan birini oldin zakot qilasiz, tanlaysiz. Men mani yeyman deb to'y kuni sizga shu bir xil tamoqni keldi bir taqsida. Qo'shiqingiz aran to'ydi. Yani qo'shimcha non, boshqa narsa bo'lib qolsa, o'shanda qo'shiqlar aran to'ydi, o'shuncha bo'ladi. Bu intayin salomatlikka foydali narsa. Ashtaqa yashash. Lekin vatandagi bu ahvol nisbatan yaxshi bo'lib ketibdi emas. Uyg'urlar bag'ani sir do'tish ketibdi, nodonlish ketibdi. Men shunday o'ylayman. Shu so'rlarda o'ynab yurgan nurg'un ayollarniki eri turmadi ekan. Bular qandaqdi eri turmaga kirmagan vaqtdagiga qaragandimi bekroq erkin, bekroq yayrab yashaydigan bo'lib ketibdi. Bu nisbatan yaxshi bo'lib ketishniki, yaxshi bo'lib ketganligini alomat emas. Do'tlashganligi, saranglashganligi, nodonlashganligi alomat emas shun. Hozir vatandoshlar ahvoli bor. Men videoni ko'rib shuni degim kelib qoldi. Harakat boshqa gaplarni ansam, nihoyat qattiq o'yga soladi meni. Uyg'urlar zot qanday millat deydigan. Biz vatanga berib mashta sorunni ko'rganlar mashta deydi. Hozir o'zimiz mashta deydigan bo'lib qoldik. Bir qism kishilar. Endi bir qism kishilar uchun bu yaxshi bo'lib ketibdi degandagi alomatlar bo'lib qolyapti. Hozir dehqonlarniki kuniki. Ağılık kar yağdı. Shuna qilib vatan haqida ko'rsatib qo'yadigan videolar shuni tugadi. Endi 3-mazmunga o'taman. 3-mazmun Amerika haqida. G'arbda payshanba kuni, ya'ni 12-25 kuni Rojdestvo bayrami bo'ldi. Hamma yerlarda bu bayramni tabriklash ishlari bo'ldi. Biz dam oldik. 2 kun payshanba, juma kuni 2 kun dam oldik. Nima shu bayram kuni 25-yilda
Amerika Nigeriyaniki g'arbiy shimoliy qismidagi bir qancha yerlarni portlatdi. U yerda islom davlatiniki qurol yaroq odamlar to'plangan yerlar ekan bu. Nigeriyaniki g'arbiy shimoliy qismi. Shu islom davlatining odamlarini portlatdi. Bularni men aslida ba'zan analizlardan hozir u yerda xristianlar bilan musulmonlar o'tirsada cho'ng to'qinish bor. Orliqda xristianlar mustaqil bo'lamiz deb o'tirib chiqib keyin uni musulmonlar bostirib tashlashlar bo'lgan. Bu ashunday munosabatlar deb hozir shu islom davlatining odamlari shu yerdagi xristianliklarni o'ldirib qilganligi uchun cho'ng buyruq tushirib bu ishni qildi deb shunday degan. Men sal tekshirib baktım. Bu ameliyatda diniy to'qinish emas ekan, u darajada emas ekan. İslam xristianlarning o'ltirgan ishlar yo'q ekan. Faqat u yerda islom davlatining odamlari bo'lganligi uchun hamda ular turib odam o'ldiradigan ishlarni qilayotganligi uchun shularni behis turaman deb qilgan ishga. Meniki egallishim shunaqa bo'ldi. Bu Nigeriya nimedagi Afrikadagi eng cho'ng nüfus eng ko'p davlat ekan, 230 million nüfus bor ekan, tili inglizcha. Mushtarak bir davlat ekan. Amerika haqidagi yana bir yangi xabar, shu 23-yillar Amerikadagi Pentagon davlat mudofaa ministri Xitoyniki hozirgi harbiy kuchi haqida bir 100 betlik deklaratsiya e'lon qildi. Bunday deklaratsiyani chiqarish 2000-yilda boshlangan ekan Amerikada. 2000-yilda boshlanib, har yili mushtarak deklaratsiya chiqardi ekan. Nima shu buzliqsi yaqinda chiqdi 23-yillar. Bu deklaratsiya deyilishicha deklaratsiyada Amerika Xitoyning ahvolini xil yaxshi tushundi ekan. Masalan, unda deydi, hozir Xitoy tarixda misli ko'rib boqmagan darajadagi harbiy qurilmalar, harbiy qurilishni olib beryapti. Hozir Xitoy Amerika tuprog'iga, Amerika zeminiga bevosita tahdid soladigan darajaga yetdi. Xitoyda hozir zo'r miqdordagi yadro qurollari, dengiz armiya kuchi, uzun orliqqa bora oladigan hujum qobiliyati, internet va olam bo'shliq kuchlari qatorliq narsalar bor. Xitoyda hozir mush narsalarning hammasi Amerikaga bevosita tahdid bo'lyapti, tahdid bo'la oladi deydi. Agar Xitoy bilan Amerika o'rtasida bir to'qinish yuz bersa, Xitoy hozir Amerikaniki har xil tor qurilmalarga buzuvchilik qilishi mumkin deydi. Masalan, tok liniyalari, qatnash deganga o'xshash. Ashunday narsalarga buzuvchilik qilish mumkin deydi internet orqali. 2024-yilning oxirigacha Xitoy jami 600 dona atom bombasi yasab bo'ldi dedi. Nuclear weapons 600 dona atom bombasi yasab bo'ldi. Bu atom bombasi degani cho'ng tipli emas, kichik aeroplanlarda tushib opirib tashlab qo'yilgan atom bombalarni deydi mening tushunishimcha. Hozirgi qanday mangsa Xitoy 2030-yilga borgan chaqda yadro bombaniki sonini 1000 yetkazish mumkin deydi. Shu chaqda Xitoyniki yadro bomba sohasidagi kuchi Amerika va Rossiya bilan solishtirib bo'ladigan darajaga yetib bordi deydi. Bu deklaratsiya Tayvan, Xitoyniki harbiy hamjoti degandek narsa to'g'riliq nurg'un mazmunlar bor. Men u to'g'riliq to'xtalmayman. Anakin hozirgi Xitoyning plani 2035-yilgacha aeroplan to'shig'ichi parxutdan yana 3 dona yasaydi ekan. Xitoyda hozir 6si bor. Amerikada 12. Agar Xitoy yana 3ni yasasa, yana 10 yil, keyingi 10 yil ichida 9 danaga bordi. Aeroplan to'shig'ichi parxut. Shundaqda Amerikaga yiqilishib qoladi degan gap. Hozir endi Xitoyniki bu harbiy jihatdagi taraqqiyoti odamlarni jiddiylashtiribyotdi, ansirtibyotdi. Lekin
buniki yana bir tarafim bor. Kishilar ancha ko'maydigan. Masalan, uning birisi Xitoy harbiy qo'shini ichidagi chiriklik intayin eg'ir hozir. Sizlarga men izchil shu harbiy generallarniki chirikchilik sababidan qo'lga ilinayotganligi, yo'qolib ketayotganligi, o'zini o'ltirayotganligi buni dafir qilyapman. Bu bir intayin eg'ir masala. Andikin Xitoy hozir Amerikaniki hamma qurollarini do'rab yasayotdi. Bular o'g'irlaydi texnikani, andikin do'rab yasaydi. Lekin bularning sifatida eg'ir masala bor. Buniki bir misoli bu yilning 5-idami, o'tgan yilmi bir qatim Xitoy Tayvanga propoza qilib bir xil yanvar o'tkazgan boshqarilgan bombalar bilan Tayvanning atrofidagi dengizga tashlab atgan bu bombalarni. Atqanda bu bir qatim 4 bomba atgan boshqarilgan bombadan. Bu bombalar o'ziniki atgan yerga bormay, uniki 3 chiqdi deyman. Yaponiyaniki alayda iqtisodiy taraqqiyot rayoniga tushdi. Yaponiyaning zamoniga. Uniki to'g'riliq darajasi qancha bo'pti desanglar, 4,6 kilometrmi yoki 4,18 kilometrmi shundoq. Ya'ni nishondan 4,6mi yoki 4,18 kilometrmi boshqa yerga tushib ketdi. Jiralab ketdi nishondan, atgan nishondan. Amerikaniki boshqarilgan bombalarniki to'g'riliq darajasi 1 metrdan tuvan. Ya'ni nishonlagan yerga 1 metrning ichiga tushidi. Uni o'tmaydi. Xitoyning bo'lsa, 3 bombasi 4,6 4,18 kilometrdek boshqa yerga tushib ketdi. Nishondan boshqa yerga tushib ketdi. Shunga bu hozir Xitoyniki harbiychiligi chiriklik intayin eg'ir bo'lganligi uchun o'tganda bir qism boshqarilgan bombaningki yiqilg'usi aslida yiqilg'usi yo'q, uning ichidan suv chiqqan. Ya'ni shu narsani boshqaradigan harbiy boshliqlar mayni setib xashlab etib, u bombaning ichiga suv qachlab qo'yibdi ekan. Mana shular bo'ldi. Chunki hozirmi Xitoy qo'shinida qandaqdir davlat partiya degandek ularga bo'lgan sadoqatmandlik unchalik kuchli emas bo'libmi boshliqlar ichida. Bular fursatli bo'lsa, haqli boy bo'lsa bizim boy bo'lamiz deb hukumatning pulisini yanchiqib tiqib degandek chiriklik intayin eg'ir. Boshqa bu omillar Xitoyniki sirtqi ko'rinishiga qaragan chog'da harbiy jihatdan ojizligiga asos bo'lgan narsalar endi bu. Bo'libmi Xitoyniki qo'mondonlik sistemasi intayin ojiz. Amerikanikidek dengiz havo quruqlik armiyasini birlashtirib ish qilib bir yerda urush qilish bu jihatdagi iqtidori Amerikaga sum qo'yib bermaydi Xitoylar qo'mondonlik jihatda. Shunga amna falashda lekin bu yerdagi kishilar ansirtirgan muhim bir narsa nima desa, Amerikaning pozitsiyasi. Amerikaning Xitoyga qarata tutayotgan pozitsiyasi. Hozir o'tgan sizlarga dedim, yaqinda bu Amerikaning rahbarlari xuddi Dariya olgandeklarkin Xitoyga biroqlar bo'shab ketdi. Savdo tashlaq bo'ldi. Tashqi diplomatik munosabatda mashtaq bo'ldi. Masalan, Rubiodan tortib hozir Xitoyga burg'ida qattiq emas. Endi undaq bo'lishida senator vaqtidagi Rubio bilan tashqi ishlar ministri bo'lgan Rubionniki nima gapni deyoladi, nima gapni deyolmaydi, nima ishni qiladi, nima ishni qilolmaydi, bu jihatda farq bor. O'g'ri lekin o'zgarishniki shu qadar cho'ng bo'lib ketishi odamni bak hayron qoldirdi. Shunga iqtisodiy diplomatik davlatlararo munosabat bu jihatlarda Xitoyga bak yumshab ketgan. Ana ma dokladda harbiy jihatdan boshqa yumshab ketganligi namoyon bo'lyotdi. Bu nima desa, hozirgi Amerikaniki pozitsiyasi Xitoyni sen bizniki Janubiy Xitoy dengizidagi ishlarimizga buzg'unchilik qilma, to'sqinlik qilma, aralashma. Bizni avara qilma. Lekin shundaqla bo'lsa, sen nima ish qilsang mayli degandek. Harbiy jihatdan Xitoyni cheklash degan narsa yo'q. Madaklarda qat'iyan. Ashta boshqa mushbir nuqta kishilarni biroz andishaga solyotdi. Albatta men degandek hozir Xitoy harbiy sarfiyatni intayin zo'r darajada ko'paytirib Amerikaga yetib olish uchun butun vujudi bilan butun xalqni
harakatlantirib, ishqa solib turib, quvvat bu ishni butun xalqni o'g'irlik qilib masalan chet ellarda. Lekin Amerikaniki bunga bo'lgan tunishi, Xitoyni cheklashni, harbiy jihatdan cheklashning muhimligi bo'lgan tunishi nayt aciz. Kishini cho'chitdi bu ishlar hozir. Ishqilib odam unda qarasa, g'arbliklar oxiri harbiy, iqtisodiy, davlatlararo munosabat, hatto madaniyat jihatdan Xitoy o'tirib qo'ydi o'xshaydi deydigan andisha bor. Shunga ba'zilar tuzumniki afzalligi, qas tuzum afzal, demokratik tuzummi yoki Xitoydek diktator tuzummi deydiganlar o'tirib chiqyapti hozir ochmuncha. Bu yerda Xitoyniki diktator tuzumi insonparvarlik nuqtasidan yaxshi degan gap yo'q. İnsanparvarlik nuqtasidan u bir do'zax. Lekin davlatni kuchaytirib, hukmronlik o'rniga o'tish jihatda Xitoyniki tuzuminiki unumi yaxshiroq bo'lyotdi har jihatdan hozir. Shu bu ish kishilarni biroz andishaga solyotdi. G'arbda bir jurnal bor, xalqaro chet el siyosati deydigan foreign policy degan pastillik jurnal bir yilda 4 qatim chiqadigan. Bu jurnalni 1970-yili ijod qilib ekan. Bu yo'l qurilgan ekan bu jurnal. Uni qurgan odam ismi Huntington. Huntington degan odammi, donliq odam. Uniki bir kitobi bor. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Medeniyetler ara tokunuş ve dünya tertibindeki qaytadan şekillenişi degan mesela bir kitap yazgan adam. Bu adam bu kitap şu xalqaro munosabatda cho'ng ta'sir ko'rsatgan kitoblarning birisi. Şu jurnalni o'sha adam qurgan ayni vaqtda. Uni 70-yilda qurgan, bu kitob 1996-yilda yozildi ekan. Shu jurnalda yaqinda bir maqola e'lon qilindi. Bu maqolaning avtori Robert Manning deydigan bir odam. Bu jurnal bir akademik jurnal. Yilga faqat 4 sonli chiqadigan. Lekin buningdagi maqolaniki intayin ishonchlik sifati yuqori, dunyo e'tirof qiladigan mazmunlarda chiqadigan bir jurnal endi. Boshqa bu maqolalarga sal qarashga bo'lmaydigan bir narsa. Ma bu Robert Manning degan kishi shu yaqinqi sonida bir maqola e'lon qilib, Xitoy Amerika munosabatidagi 5 bosqichni o'tirib qo'yibdi. Bu 5 bosqich nima desanglar, birinchisi hasrat chekish va inkor qilish. Birinchi bosqichi hasrat chekish va inkor qilish. Ikkinchisi g'azablanish. Üçüncüsü baha talashish, so'dlashish. 3-bosqich. 4-bosqich tushkunlashish, depression. Birinchisi grief, denial, ikkinchisi anger, uchinchisi bargaining, 4-si depression, 5-si acceptance, 5-si qabul qilish. Ko'z oldidagi ahvolni qabul qilish. Xitoy bilan Amerikadagi munosabati mushtaq 5 bosqich bilan mang'idi deydi. Mang'idi. Hozir bu munosabat 3-bosqichga keldi. Ya'ni baho talashish, so'dlash bosqichiga keldi deydi. Bu burungi vaqtlarda Amerika dastlabida Xitoyni inkor qildi deydi. Masalan, Xitoyniki kuchayib menishi, Amerikaniki aqliy mulklarni o'g'irlashi, harbiy jihatdan kuchayib menishi, boshqa nurg'un narsalarni e'tirof qilolmaydi deydi. Amerika e'tirof qilmay ko'z yumib oldi unaqa. Denial degan shu. Inkor qilish. Endi bu yaqingi vaqtlarda Amerikani endi Xitoyga sal qarg'ilib bo'lmaydigan darajaga kelgan chog'da Amerika uni g'azablanishga boshladi deydi.
Xitoyga qarata g'azablanishga boshladi. Xitoyni siyosatdagi zahar deb qaraydigan bo'ldi. Ondan keyin bas munozirlarnimi Xitoy bizniki raqobatchimiz. Ularni cheklashimiz kerak. Hatto Xitoy bilan urush qilishimiz kerak degan shu gap so'zlar o'tirib chiqdi. Bu anger, g'azablanish bosqichida. Endi yaqinda Trump bilan Xi Jinping o'tirishidagi savdo kelishimlari, savdo suhbatlari bular nima bo'lyapti desa, hozir endi imkon bor dushmanlashish darajasini ojizlashtirib, tuanlatib, bir-birisiga bo'lgan cho'nqur ishonmaslik hissiyotini bir hal qilmay turib, hozir endi so'dlashish bosqichiga o'tdi deydi. Endi keyingi ikki bosqich nima desak, birisi depression, tushkunishish, undan keyin eng og'irgisi 5-si qabul qilish. Shuni qarab mangdi deydi. Hozir savdo ishida Trump intayin dapni 5 taraqshatgan. Bu qatim ikkinchi qatim prezident bo'lgandan keyin Xitoy qarata 150% o'stirish chegara bejini shunchalik oshliq siyosatlarni o'tirib chiqadi. Hozir hammasi yo'q bo'lib bularniki. Xitoy Amerika munosabati Biden davriga tushib qoldi hozir. Biden davridan oshdigan bir narsa qolmaydi hozir. Iqtisodiy va harbiy jihatdan Xitoy intayin yumshab ketdi men burun degandek. Bu bir ikinci ahvol. Vatanning taqdiriga ko'ngil bo'lib yashaydigan har qanday Uyg'ur hozirgi xalqaro vaziyatni ko'rgan chog'da xo'shalik tepish pek tez bo'lib ketdi hozir. Aslida bu yilning 5-ligidek mong'an bo'lsa, Xitoy Amerikaning munosabati yoki Yevropa biroz maskullarini chiqargan bo'lsa, Xitoy qarata Uyg'urlarning ishidagi umid cho'ngroq bo'ladi. Nimishkin bu batishlarni sunib hozir yumshab ayta bir narsa bo'lib ketib bordi. Hozir qaragan bo'lsak, Xi Jinping o'zining huquqini saqlab qolish uchun Xitoyning iqtisodini qurbon qilyapti. Iqtisodiylar unchalar Xi Jinping iqtisodni unchalar muhim ko'rmaydi. O'zining huquqini saqlab qolish bilan istash turgan chog'da. Trump bo'lsa buning aksi. Trump pulni deb o'zining huquqini qurbon qilyapti. O'zining o'rnini qurbon qilyapti. Hozir Amerika nurg'un jihatda Xitoyni xato tushunyapti yanılamkin. Bunun için Yevropa mı var? Yevropa'da biraz uyg'unish bor, masalan, Germaniya o'tganida dedim. Hozir Germaniya san'at sohasida hamma narsani Xitoy o'tirib qo'yib, hozir mollarni Xitoyda oldiga olib chiqib kelib, bu ayni vaqtda dunyoni yetaklab menayotgan, yetakchilik dunyoga san'at jihatda yetakchilik qilib menayotgan bir davlat. Ular yaqinda biroz uyg'unishga boshladi. Lekin odamni ansirtidigini Amerika, Yevropa to'liq uyg'ongan vaqtida Xitoy allaqachon egiz cho'qqiga chiqib bo'lishi mumkin. Mush ish odamni bak ansirtidi. Chiqib Xitoyni dunyo tushunmaydi ketyapti. Mushtaq mong'an sari bizning ishimiz texmo taslishyapti. Bu yaşayan 4-cü məzmun Xitay haqida. Xitoydagi cho'ng ishlar hozir mavjud. Masalan, uy mulki bozoridagi cho'ng chekinish, andagi Xitoydagi ishsizlik intayin eg'ir hozir. Bo'lib Beijing, Shanxayda cho'ng shaharlarda do'konlarda odam yo'q, restoranlarda odam yo'q, ko'chalarda ishsiz kishilar ko'chalarda uxlayotgan. Mana ko'rinishlar jiq chiqyapti yaqinda. İctimai tartqılağa. İqtisadi çekiniş intayin eğir. Ondan keyin yana birisi Xi Jinping'niki harbiy qo'mondonlarni tozalash ishi hozirmi
kuchliq elib berilyotidi. Her haftadagidek tutilgan, yangidan tutilgan Xitoylarning gaplari chiqib turyotidi. 22 сла, 12-22 күні Ши Цзиньпин ішкі Қытайға генераллық гуанамыз тақатты. Оныкі бірсі Яң Чжибин, яғни бірсі Хан Шыңян дейді. Шу жақтaki бір көрініш мағу. Қарасаңла Ши Цзиньпинде ешқандақ чырайда, ешқандақ қойшаллық деген нәрсе жоқ. Құды жығылайдығандақлам бір көрініш. Яки партlaydiğandaklan. Mao şu generallık guvanamesini takıp atkan bir görünüş mao. Ötken yıl Xi Jinping birisiga müştak guvanamı takatkan uçağda mərrisini kösüp koygan sizlerge. Müştün uçaş uçağda Xi Jinping kudu partlap gittigandek çırayı bilen bir paka adamdı o Chen Hui degen. Bu Chen Hui'ni tutup oldu hazır. Ötken yıl generallık östegi adamı tutup oldu. Maqatim maşkidan östedi. Bu yerdeki bir çoğun görünüş nemi desanla Ötken yıl Chen Hui'ga generallık guvanamız takatqa vaqtida generaldan 20 qatnaşıp diken. Müş sorunga, müş taqıdağan sorunga 20 general qatnaşıp diken. Bu yılki ma işki adamıga guvanamı taqıdağan sorunla aran 4 adam qaptı. 20 generaldan 16'sı tutulup optu hazır. Aran 4 qap qaptı. Şu 4 adam qatnaştı manıga. Xi Jinping harbiy generallarını tazlaş, harbiy komandalarını tazlaş işini muşundaq ciddi tutmadıdı. Abedin degandek buniki Jipuchi Jiang Zemin vaqtida boshlangan Deng Xiaoping vaqtida masalada. Deng Xiaoping bir qism kishilar oldida boy bo'lsin degani, Deng Xiaopingniki bizning tuqqanlarimiz oldida boy bo'lsin degan gapkan. Bu siyosatdan chiqarib butun Xitoydagi cho'ng korxona guruhlarini o'zining tuqqanlarining qo'liga tutqizib, dahshat boy bo'lib tiqilib, Jiang Zemin vaqtida bu davomlashib Açta menip hazır endi bütün Xitayda pulgu çoğunduğan eğer fırsatlı olsa hükümetten pulunu yanlış tıkadığan işte ahval bek eğir. Her bir daha içedim bu iş eğir. Emniyette o çiriklik Jiang Zemin Hu Jintao vaxtıda mı bakendi Xitay'daki çiriklik şu eğirken şu çağdım. Lekin uçağda tayamlan uruşumen ya bir uruş kılman degan işler otur çıkmagan bu başka. Harbiy içinde çirikçilikning derecesi qas dereceye berib ketdi. Harbiyniki urush qilish iqtidori qas dereceye tushib ketdi. Bularni sezmabdi ekan bular. Xi Jinping chiqib Tayvanni qurolliq olaman deb qarab baqsa, bu urush qilgandek adam yo'q. Alqadek boshqarilgan bombadan ichidan suv chiqib atgan degandek atgan bombasi joyiga mamayotgan. To'g'ri yaqinda bu Kambodja bilan bu urush bo'layotdi Japon. Tayland emas, Tayland, Kambodja. Qiziq. Ma isim kelmayapti endi, tilimni uchidan bor. Urush bo'layotdi, bu atgan bombalarmi Xitoyniki joyiga bormabdi. Boshqa ketib qolibdi. Chiqilib Xitoylarniki hozir qurollarni ishlab chiqarayotgan bilan sifati qat'iy yaxshi emas. Açta bu başka bu işlerini görüp endi Xi Jinping bu hazırki bu komandanlar bilan iş qilib urush qilib bo'lmayotgan deb shu cho'ng tozalash yapyapti hozir. Bu ishlar davomlashyapti. Yüzünü o'ldirib atganlar bor. Yaqinda Xi Jinping tutgan bir qism boshlarni maxfiy o'ldirishga boshlabdi degan gaplarmi bor. O gaplar o'tirib chiqyapti. Endi Xitoylarniki partiya qurultayı her 5 yılda 5 yılda bir qatam açıldı. Ötkenkisi 20. qurultay 2022 yıl açılgan. 21. qurultay 2027 yıl açıldı. Odatda 10. aylarda açıldı ekan, 10. ay, 11. aylarda. Hozirgi analizlarning deyishicha Xi Jinping kelar yil 2026 yılı yuqori qatlamdagi huquqlarni tozalash ishini davomlashtirdi deydi. Bu ishlar hozir harbiy sohadan boshqa sohaga ko'chadi. Masalan, o'lkalik va ministr darajalik boshliqlarga ko'chadi deydi. Bu jigan bu, shun jigan bu deydi bu sohaga. Qilib yana
21 qurultay ochilishdan burun endi nurg'a odamlarni tutish mumkin. Yaqinda Beijingda shu bundan keyin tutilgan odamlarniki tizimligi o'tirib chiqibdi biroz xalq orasida. Ammo odamlar tutilishi mumkin deb. Shunga boshliqlar dekadagi yashaydi ekan hozir. Shu oldimizda endi mushta endi amoq bo'ldi ekan. Bugun söylegan 5-ci məzmun bu NASA to'g'riliq azraqcha gapirey. Bulubmu bizniki Uyg'ur chetalik Uyg'ur qarindoshlarimiz ichida bolalari kelgusida shu olam texnikasi sohasida ishlasa, NASAda ishlasa deb mushsada tirishayotgan bolalar va qarindoshlar bor. Nemedeki Amerikada bir şirket var, Rocket Center deydigan, raketa merkezi deb atildigan. Bu şirket Alem Lageri, Space Camp degan bir ishni qilayotgani 42 yil bo'libdi. Hozir yaqinda o'qitish chiqaribdi, men shu o'qitishni ko'rgandan keyin sizlarga bir deb qo'ydim buni. Bu Alem Lageri asosan astronavtlarni tarbiyalaydigan Açtaq işlerini qildikan, anikin bu yil hozir bolalarning programmasi bor ekan buningda. Kelgusida astronavt bo'lishni istaydigan bolalar shu olam lageriga qatnashsa bo'ldi ekan, qatnashib yetibdi amaliyotda bu ishlar bo'lib yetibdi. Shunga agar bolalaringlarni shu yerga o'tay deydiganlar bo'lib qolsa, men sizlarga yordamlashib qanday iltimos qildi bularni tepiralayman. Bu bolalarniki yaşı 9 yaşdan 18 yaşgacha bo'lsa bo'ldi ekan. Endi cho'nglar bo'lib qolsa, agar buniki bolalar kategoriyasi bor ekan, cho'nglar kategoriyasi bor ekan, cho'nglar kategoriyasiniki yosh cheklamasi yo'q ekan. Har qanday yoshlar bo'lsa bo'ldi ekan. Bolalar kategoriyasiga 9 yaşdan 18 yaşgacha deydi. Agar mishak bolamizni o'yatman desanglar, men shuni deb beray. Endi mashina munosabatlik yana bir narsa yaqinda NASA'ga bir yeni adam başlık çıktı. Onun ismi Jared Isaacman deydi. İsminden qaraganda bir Yahudimiki, ben şunu tekşirip bakmaptım. 12. ayının 18. günü NASA'nınki birinci kol başlık olup tayinlendi bu kişi. Trump tayinledi bu adamını. Bu adamın hayatım biraz kızıkarlıkken şunu sizlerle tepki edelim. Bu kişi tuluk oturup bitirmeyi mehtaptan çekilgen adam ki. Amerika'nınki hükümeti de işlep bakkan tecrübesi yok hakikaten. Ama bu adam özü bir karxançı iken. Diken uçkuşçu, aeroplanı uçurduğun lüçük. Amerika'nın alem texnikası da şahsi, hususi şirketlerdeki rolünü küçeytiş. Bu cihetten ait küçeydiğen bir adamken. Benim bilişimce bu kişi Elon Musk'la mı yakın dost. Elon Musk'a aynı vakti yardım kılgan mı? İşte taraflarında yakın dost. Burun bu yılın başlarında Elon Musk Trump'a bir adamını teklif kılgan. NASA'ga başlık olsa da teklif kılganca da o kabul kılmagan. Ama hazır kabul kılıp resmi başlık oldu. Bu kişininki kurgan şirketi, şu Jared Isaacman degan kişinin kurgan şirketi, tunji qitim xiridarlarni olam boshlig'iga chiqarib uchirtgan adam ekan bu. O'ziniki shirkatiniki olam ushquri bilan maslahatlashib bor ekan. Shunga bu odamniki tashabbus qildig'ini aytaman degandek, NASA'ning sirtidagi shaxsiy shirkatlarniki shu koinot texnikasi, olam boshlig'i texnikasidagi rolini kuchaytirish, hamkorlikni kuchaytirish, birga ish olib berish, mushadagi ishlarga taqdim qildi ekan. Undan keyin Ay shariga, Marsga odam chiqarish, bu ishni bak muhim o'rin qo'ydi odamga. Mush odam NASA'ga boshliq bo'ldi. Uni rasm bor edi, rasmini ko'rsatib qo'yasizlar. Yoshlar odam ekan u. Şuna bu yerda deb qo'yadigan bir narsa, to'liq oliy maktablarda hammasida 100 numara olib, a'lo o'qib, qilmasimi? Bor kishi
to'liq o'tirinib bitemey maktabdan chekingan adam ekan, hozir NASA'ga birinchi qo'l boshliq bo'ldi. Amerika ajoyib davlat endi. Shunga balanglar keyincha NASA'da ishlayman, astronavt bo'lmoqchi bu desanglar hargiz ularga so'qsiz etmanglar. Davomli ilhom berib turinglar. Niyat qilgan odam chuqur bizningki niyat qilgan ishni qila oladi. Ko'p agar to'g'ri yo'lni tanlab mangsa chuqur qila oladi. Amaliyotda mana shuning bir misoli. Mana ayni vaqtda Uyg'ur jamiyatining eng tuban qatlamidan chiqqan endi. Sizlarga o'qisizlar buni men hikoyalarni deb. Bo'ludi shunday qilib bugun 27 числоga kelar payshanba kuni birinchi, juma kuni birinchi число olandi. Shunday qilib bu 2000 bu yangi yilni uzatadigan yangi yilga qadam qo'yadigan bo'ldik endi. Nima bo'ldi? Bugun 27-chisi. Shu kelar payshanba kuni birinchi bo'ldi ekan. Albatta degandek bizga 40-yillik 9 yil bo'ldi. Uyg'ur millatiga tarixda bo'lib boqmagan ish bo'ldi. Uyg'ur so'zlashadigan, Uyg'urcha madaniyat, urf-odat yashaydigan bir zimin o'zgarib ketdi butunlay. Mushtaq vaqtda hammamiz bu ishlarni o'ylamay turolmaymiz. Albatta ba'zi o'lim xabarlarimni deb qo'ydim. İnsanlar tugab ketgan chog'da onunki keyin qolib qolgan narsa faqat har bir insonniki boshqa uchun nima ish qilganligi. İnsanlarniki o'zi uchun nima ish qilganligi qattiq saqlanib qolmaydi. Albatta mesela deb qo'ygan Urumchi yaxshi bo'lib ketibdi deb hozir o'ltirashqa yerini turmuslab qo'yib o'ynayotgan ayollar degandek. Mushtaq kishilar keyin tugab ketsa bir oy qolmay insonlar qalbidan ushib ketadi bunday kishilar. İnsanlar qalbida qolib qoldigini faqat sizning boshqalar uchun nima ish qilganligingiz. Bugun ko'rgan bir qancha videoda mushsadan ta'sirli ishlar bor. Shunga yengillik ketibdi, hammamiz inglizcha reflection deydi. Aqimizga bir qarab, bir yil qanday yashadik mı bir yil. Her bir adam o'ziniki hayotini azroq xulosalab boqqani yaxshi. Shunga deydiganim boshqa uchun nima qildim bu intayin muhim. Uyg'ur projekt qilayotgan İstanbulda 20-siga Uyg'ur ziyolilar uchun bir yaxshi fursat. Shuni buning uchun tutinglar. Ashni qilaylik. Bo'ldi, amanlarniki yeni yillarga muborak bo'lsin. Bizning Los Angeles Uyg'urlarmi bir so'ringa jam bo'lib, bir qancha artistlarimiz kelyapti. Sidneydan Shuhrat Tursun bugun keldi deyman. U kelyapti. Qozog'istondan Saniya singlimiz keldi ekan. Mana qilib bir so'rin tuzib o'tkazmoqchi bo'ldilar. O'sha vaqtlarda o'zimizniki besh o'tgan ishlarini, kunlarini, bu oldin 9 yilda yuz bergan ishlarni unutib qolmaylik. Shu orqali unutib qolmaslik sabab bundan keyin qanday yashayman degan ishda o'zimiz uchun to'g'ri yo'l tanlashandi. Shunday qilaylik. Bu demasa, sizlarga yangi yillar muborak bo'lsin. Kelar qatim ko'rish omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.